Mana gazoblok so'ragan akalarimiz uchun mana bu yerda sifatli gazobloklarimiz bor ekan. Ikki xil razmerda. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, перегородкalik. Mana bu yerda mana devorga teriladigan gazobloklarimiz. Bu joyimizning manziliga keladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyati Uzun tumani, Uzun shaharchasi, mana bu Uzun sentrdan kirib kelishimizda, kommunizmga qarab ketishda, asfalt ko'chaning bo'yida joylashgan, aniqroq manziliga keladigan bo'lsak, mana bu yerda Stroy sentrda ro'parasiga joylashgan. Kommunizm tomonidan kelishimizda mana bu yerda sariq zaporoj bor, ilingan. Shundan o'tganimizda. Ta'limjon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Bizga gazoblok haqida bir qisqacha tushuncha bersangiz. Gazobloklarimiz aka issiqqa, sovuqqa chidamli narsa. Zaxni o'tkazmaydigan narsa. O'ziga sovimaydi, yuvib ketmaydi, boshqa qilmaydi. Chunki sementlari ham hamma narsasi o'zining me'yori bor aka buni. Sementlari ham mana kачественный aka, uni tufta sement emas aka, 550 600 plus. Sizdan ishlatamiz aka, markasi kuchliroq. Erta sifatliroq narsa bo'lishi kerak. Odamlar bir uy qurganda bir sifatli bo'lib chiqish kerak-da, albatta narsa. Razmerlarimizga keladigan bo'lsak aka, 30 ga 20 60. Ikki xil razmerimiz bor hozirda. Yana istalgan kimga qanaqa razmer kerak bo'lsa, buyurtma qilsa, shunga qarab ham qilib beraveramiz aka. Перегородка qismlari aka, mana 10 ga 30 60 aka. Sho'r chiqarmaydi. Sho'r chiqarmaydi, yo'q. Javob aka, sho'r chiqarmasligiga. Chunki biz o'zini qo'shiladigan parashoklarni qo'shganmiz aka, o'tmaydi. Buni yana boshqacha turlari bo'ladimi? Xohlagan razmerda masalan 25 deysizmi, 30 40 ga 40 razmer deysizmi, bersangiz chiqarib beraveramiz buyurtma asosida. Bular keyin dastavkasi qanday bo'ladi? Dastavka qilib beramiz Uzun rayonining ichiga aka. Uzun rayonining ichiga dastavka bo'ladi. Ichiga qilib beramiz. Narxlari qanday bo'lyapti, sir bo'lsa? Narxlari aka mana 11 ming so'm bo'lyapti. Mana bunisi 20 ming so'm bo'lyapti aka. 20 ga 30 60. 20 ming. Agar ko'proq oladiganlar bo'lsa yana kelishiladigan joy bor. Kelishamiz aka, o'zbek tojikda kelishmagan narsasi yo'q. Kelishadi aka, savdo bu. Alcher aka, Hoji aka, buni ko'pchilik adir tuprog'i ham deydi, uzoqroqdan ko'rinadi-da. Lekin aslida kvars qum aka bu. Mana qarang. Toshkent sement 550 marka. 600, 550 shu ikkovidan ishlatamiz aka. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga qanaqangi razmerlar kerak bo'lsa, kesalaringiz, tushuntirsalaringiz shunaqa razmer kerak deb bizlar sizlarga qilib yetkazib berishga tayyormiz. Alcher aka, buni ko'rsatishingiz mumkin. Manipulyator bilan 2-etaj, 3-etaj, 5-etaj shunday qilib chiqarishga ham tayyorlari bor aka. Alcher aka, kimga qancha kerak aka? Mana aka tayyor upakovkalari mana ko'rishingiz mumkin aka. Biron xil sho'rbaylagani yo'q ichiga aka. Hammasi aka качественный narsa aka, unaqa farshiy narsa emas bular aka. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi qancha kerak bo'lsa, mana yo'lni bo'yi, katta trassani bo'yi aka. Xohlagan texnikaga aka yuklashga tayyor aka. Qulay. Qulayliklari juda yaxshi aka. Issiq sovuqqa juda yaxshi aka. Yozgi kuniga isib ketmaydi o'tiradigan uyingiz. Birinchidan. Ikkinchidan qish kuniga aka muzlab qolmaydi uyingiz. Hurmatli kuzatuvchilar, g'isht tanlashga adashmangizlar. Gazoblok bu. Penoblok emas. Penoblok boshqa narsa. Gazoblok boshqa narsa. Lekin pishgan g'isht bilan, qolgan g'isht bilan solishtirsangiz, bir 30% arzonga tushadi bu uy quraman degan odamga. Mustahkamligi ham juda mustahkam. Obunachilarimiz kelib, o'zlari olib, ko'rib, keyin o'zlari tavsiya qilishadi aka yana bag'ini.